Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qılınan Tor televiziyasının bugünkü naq meydan söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Mən Fərat Yuranqaşlıman, aldı bilan həmmənizlərni rəhtin salamlayman. Əziz qarindaşlar, muş vaxtınızlar xeyirlik olsun. Əziz qarindaşlar, rasmi proqramını başlaşdan burun sizlərə şunu əskərtib qoymoqchiman. Sizlər ko'rayotgan Dünya Uyğur Qurultayının Tor televiziyasi Dünya Uyğur Qurultayının organ televiziyasi. Yani Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən başqalayotgan, sizlər ko'rayotgan bu Tor televiziyasını öz içine algan bütün axbarat vasıtalarının həmmisi xalqımızınki yürek sadası, qalb sadası, qalb sezişi. Şundaqlı ortaq mümkün ibaret. Şunun üçün Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən başqalayotgan bütün axbarat vasıtaları Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umumi Bayannaməsinin ro'yiga, xalqaralıq əhdnamələrə, qanun nizamlarga, şundaqla özür turayotgan devletlərinki qanun prinsiplərinə qattiq əməl qilgan asosda, shiddatni rad qilgan asosda tashviqot berayotgan markaziy tashviqot vositalardan iborat. Bu nuqtani qayta eskartib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, bütün dünyaya məşhur olan Nobel Tinchlik Mukofoti Komitetininki mərkəzi Norvegiyanın paytaxtı Oslo şəhərində. Şundaqla yana bütün dünyaya məşhur olan Rafto Kişilik Hüquq Mukofoti Komiteti yana şundaqla Norvegiyanın paytaxtı Osloga yerləşkən. Şunun üçün bu Norvegiya dünyada təsiri çoğ, təsiri zor devletlerden biri. Şundaqla növbətdə Norvegiya, yəni şundaqla Avropa Birliği a'zo devletlerinin içinde Uygurlarının sani və qədər köp devletlerden biri. Şundaqla Norvegiya Uygur Komiteti, belki Uygur cəmiyyəti vəkillik qılan Norvegiya Uygur Komiteti hazır Avropa fəaliyyət yapırıqdan Uygur təşkilatının içindeki ən yaşlaşqan, ən jangovar, nəhayət canlıq fəaliyyət yapırıqdan Uygur təşkilatlarımızdan biri. Aziz qarindoshlar, bugünkü programımızın məzmunu söhbətimizin məzmunu haqqında sizlərə oldun e'lon bergandik, oldun uçurib bergandik. Bugünkü söhbətimizin asosiy məzmunu Norvegiya Uyğur cəmiyyətininki hozir ahvoli, Uyğur davasının Norvegiyadagi taraqqiyot ahvoli haqida bo'ladi və sizlarni bu jihatda atrofli ma'lumotga ega qilish uchun xuddi biz sizlarga oldin uçurib bergandek Norvegiya Uyghur Komiteti'nin, yani yaşlaşkan Norvegiya Uyghur Komiteti'ninki reisi Bəxtiyar Ömer efendimle bugünkü söhbətimiz təklif bulduk. Ekran aldıda Oslo'dan, Norvegiyanın paytaxtı Oslo'dan Bəxtiyar Ömer efendim ekran aldıda. Hörmətli Bəxtiyar, efendim atayda vaxtınızı çıxıb bugün ziyaretimizi qabul qılğanlığınız üçün sizə alayda tekrar rəhmətimi bildirməm. Xoş gəldiniz. Aleyküm assalam Ferhat Muhammed Efendi. Sizningki bugungi bu naq maydondan taqtish orqali Norvegiyaningki Uyg'urlarning ovozini anglitishga, shundaqla Norvegiya Uyg'ur komitetining xizmatlarini dunyo jamoatchiligiga tanishtirishga bir fursat berganligingiz uchun nihoyat xush bo'ldik. Rahmat sizga. Sizga rahmat aziz qarindoshlar. Bu yerda Baxtiyor apandim haqida sizlarga qisqacha bir tushuncha beray. Baxtiyor apandim hozir boya deb o'tgandek Norvegiya Uyghur komitetininki raisi. Baxtiyor apandim o'tgan yili Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan 2017-yili chet ellarda faoliyat yapırıyotgan, yani Dünya Uyghur Qurultayı tarkibidagi tashkilotlarning ichida, tashkilot raisining ichida eng aktiv, eng fidokor, eng canlı, önümlük şekilde faaliyet yapırıyotgan siyasi faaliyetlerimizden biri sübütüde bağlap çıkıldı. Dünya Uyghur Qurultayı teftiş heyetinden ve Bəxtiyar Ömer efendim ötkəncili Dünya Uyghur Qurultayı tarafından məxsus mükafatlandı ve mükafatla erişti. Elbette bugün yanı tekrar Bəxtiyar Ömer efendimini bu münasebetten tebrikleymen. Hürmetli Bəxtiyar Ömer efendi, ben bayda öttüm bu Nobel Tinchlik Mukafatının merkezi Norvegia'da, Rafto Kişilik Hüquq Mukafatının merkezi Norvegia'da yakında bu Amerika'daki bu 10 artı Avam Palatası, Kengaş Palatası azası birlikte bu bizimki Uygurlarınki vicdanı ve Uygurlarınki fidakar kahraman oğullarını ilan Tohte efendimle bu yıllık 2019 yıllık yani Nobel Tinchlik Mukafatı'na namzatlık gösterdi. Ondan başka köplügen halkaralık teşkilatlar yani ilan Tohte efendimle Rafto Kişilik Hüquq Mukafatı'na namzatlık gösterdi.
Endi bu bütün Uyg'urlar diqqat qilayotgan bir hodisa. Shuning uchun bu yil muazzat yashayotgan qarindoshlarimizningki kuzi, qulug'i albatta sizlar yashayotgan, sizlar istiqomat turayotgan Norvegiyada bo'ladi. Bo'lib bu Norvegiyaningki poytaxti Osloda. Xo'sh, Baxtiyor afandim, hozir bu Norvegiyada ben deb o'tdim bu siyosatning ta'siri va nihoyat muhim bir davlat, xuddi boyaqi sabablar tufaylidan. Hozirgi Norvegiyada Uyg'ur davosining hozirgi taraqqiyot yüzlenishi qanday ketyapti? Hukumatlarning olsun, yoki kishilik huquq tashkilotlarining olsun, bu Uyg'ur davosiga, bo'libmi jazo lagerlari masalasiga bo'lgan inkoslar matbuotlarning da qanday bo'lyapti? Hozir vaziyat qanday zaten Norvegiyada? Keyingi 2 yildan buyon Uyg'ur masalasiningki borgan sari yuqori pallik ko'tarilishi, shundaqla Uyg'urlarningki Xitoyda sistemli holda assimilyatsiyaga uchirilishi, millat sifatida qirilishi, shundaqla jazo lagerlarininki dunyoninki diqqatini tortishi bilan birga Norvegiyadagi Uyg'ur masalasi nihoyatda yuqori bir pallaga ko'tarildi. Albatta buni Norvegiya Uyg'ur komitetidagi barliq hay'atlarning bütün vaqtini chiqarib tirishidan orib qarg'ala olmaydi. Keyingi bir yilda Norvegiya Uyg'ur komiteti o'zining bütün diqqatini shu parlamentga Norvegiyadagi hukumat tarmoqlari shundaqla partiyalarga Uyg'ur masalasini shundaqla jazo masalasini tunishtirish nihoyatda ching tutib elib berilyapti. Bu yil ham siz abay degandek Uyg'urlarningki donliq ziyolisi hozir turmadagi Ilhom To'xta apandini Norvegiya Uyg'ur komiteti Norvegiya Yeşillar partiyasi bilan birga hamkorlashib Yeşillar partiyasi rasmiy Nobel mukofotiga ko'rsatdi. Albatta buningda biz Ilhom To'xta apandi komitetiningki raisi Anvarjon akamiz bilan nihoyat yaxshi hamkorlashdik. Anvarjon akamiz Ilhom To'xta apandining barliq materiallarini shundaqla kerakli lozimliq narsalarni biz Norvegiya Uyg'ur komitetiga topshirgandan keyin bu materiallarni biz Norvegiyadagi nurg'un kishilik huquq tashkilotlari shundaqla Yeşillar partiyasi va boshqa partiyalarga topshirdik. Buning orasida bizning muvaffaqiyatli holda qila olgan xizmatimiz Yeşillar partiyasi rasmiy Nobel teşlik mukofotiga Ilhom To'xta apandini ko'rsatdi. Buningdan boshqa Ilhom To'xta apandini Norvegiya Uyg'ur komiteti, Dunyo Uyg'ur qurultayi shundaqla Norvegiya qalamkashlar 3 tashkilot birlashib Rafton mukofotiga ko'rsatdik. Buning uchun biz xeyli uzun tirishchanliklarni olib bordik. Bu o'tgan yildan boshlab bu xizmatlar elib berilyapti. Ham buningki natijasi sifatida bu Ilhom To'xta apandining bu 2 cho'ng mukofotga xalqarodagi 2 cho'ng kishilik huquq mukofotiga ko'rsatilishi Norvegiyadagi bütün Uyg'urlarni nihoyatda shodlantirdi ham muvaffaqiyat tuyg'usi his qildik. Rahmat Baxtiyor apandim. Masalan, hozir masalan Norvegiya Uyg'ur komiteti bir qancha qatim men bordim, gajli bu masalan Nobel tinchlik komitetining zalida bo'lsin ba'zi partiyalar Üyedeki Norvegiya parlamentining ba'zi parlament a'zolari bilan birlikda faoliyatlarni uyushtirdilar. Sizlarningki bu masalan üyedeki ba'zi partiyalar bilan, hukumatlar bilan, üyedeki kishilik huquq tashkilotlari bilan bo'lgan hamkorliklar qaysi darajada hozir? Bizniki 2017-yildan boshlab bizim şu asosliq bütün nishonimizni Norvegiya parlamentiga kirish, shundaqla Norvegiyadagi partiyalar bilan hamkorlik o'rnatish, munosabat o'rnatishga qaratdik. Bu bir yil nihoyat qattiq tirishchanliklardan keyin ochilmagan eshiklar ochilishga boshladi, kirilmagan yerlarga biz borgan sari kirishga boshladik. Bu bir tajriba ham o'rganish bosqichi bo'ldi. Biz har bir o'rinlar bilan ko'rishgan chaqda ular bizga qaysi shaklda ko'rishish, qaysi shaklda iltimos qilish va qandoq temalarda so'zlashish, nima talablarni qo'yishga o'xshash shundoq biz hech qachon burun yo'l qo'ymagan shunday masalalarda nurg'un o'rganishlarga erishdik. Shuning bilan bu o'rganish tajriba to'plash jarayonida bizniki Norvegiya parlamenti shundaqla partiyalar bilan bo'lgan aloqamizni bu munosabat o'rnatishdan do'stlik munosabatiga borgan sari taraqqiy qildi deb qarsak aytsak bo'ldi. Bu jarayonda bizniki shu partiya a'zolari shundaqla
parlament a'zolarininki ko'rsatishi bilan bizningki xizmat taraqqiyotimiz partiyalar parlament a'zolaridan boshqa kishilik huquq tashkilotlari shundoqla Norvegiyadagi asosliq siyosatga ta'sir ko'rsatayotgan asosliq boshqa tashkilotlarga qartildi. Bu yilgi xizmatlarimiz bo'lsa, bizningki o'tgan yilgi siyosiy xizmatlarimizni cho'nqurlashtirishdan bag'asir ko'lamlashishga, kengayishishga yuzlanyotdi. Masalan, bizningki hozir partiyalardan boshqa Rafto komiteti, Helsinki komiteti, Norvegiya qalamkashlar jamiyati, shundaqla Amnesty Internationalga o'xshash shundaq xalqaroda keng ta'sir va Norvegiyadagi tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlashyapmiz. Oxirgi qatam Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dolqin Aysa apandininki 2-oydagi Norvegiya ziyoratida biz Norvegiya qalamkashlar jamiyati bilan Rafto komiteti ikki tashkilot bilan birlashib bir suhbat uyushtirdik. Bu suhbatninki darajasi nihoyatda yuqori, Norvegiyada burun bo'lib boqmagan bir darajada, ya'ni akademiya darajada bir suhbat elib berildi. Buningki Norvegiya axborot o'rinlariga bo'lgan ta'siri nihoyatda yuqori bo'ldi. Bizningki buningdan keyingi qilmoqchi bo'lgan xizmatlarimiz shu xizmatlarni borgan sari ko'lamlashtirish ham hamkorlik o'rnatish. Bu yerda hamkorlik degan chog'da bizniki izchil munosabatni saqlab qilish nihoyatda tezkor to'xtaydi ekan. Shuning uchun biz haftadagidek cho'qim xat aloqali avatishga, bizning raportlarimizni topshirishga, Uyg'ur masalasini davomli kun sayin eng yangi xabarlarni davomli topshirib turishga to'g'ri kelyapti. Bu jihatdan bizniki odam kuchimiz, shundaqla iqtisod ham vaqt nihoyatda jiddiylikka qarab yuzlanyapti. Lekin shundaqdimi biz barliq qiyinchiliklarni yengib Norvegiyada Uyg'ur davosini texim bir yuqori barliqqa ko'tarish uchun butun komitet a'zolari shundaqla Norvegiyadagi barliq Uyg'urlar bundan keyin o'zimizning barliq tirishchiligini ko'rsatamiz. Rahmat. Masalan, men programmani beshi deb o'tdim, efendim. Bu Norvegiyaning Yevropa Birligi a'zo davlatlarining ichida Uyg'urlarning soni baqadar ko'p davlatlarning biri. Burun soni biroz oz vaqtida bilyaptik zaten, aniq sonni. Hozir zaten bu Norvegiyadagi Uyg'urlarning soni zodi qanchalik asos nuqtali qaysi rayonlarga markazlashib yashaydi. Andan keyin sizlarniki bu o'tganda bir qancha qatim Norvegiyani ziyorat qilgan vaqtimizda sizlarniki bu ijtimoiy faoliyatinglar, jamoat faoliyatlaringlarniki masalan ona tilini qo'llab qilish jihatdan bo'lsin, san'at ya'ni madaniyatimizni qo'llab qilish jihatdan bo'lsin, nihoyatda kuchli bir faoliyat olib borayotganliklaringlarga shohid bo'lib keldik. O'zimizdan ko'rdik, ona maktabini ko'rdik, u yerdagi Uyg'ur jamisini ko'rdik. Bu jihatda bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bizningki umuman 2018-yilni biz Norvegiyadagi Uyg'ur jamoatida tubdan bir o'zgarish bo'lgan bir yil deb qarasak bo'ldi. Chunki Norvegiya Uyg'ur komiteti bilan Norvegiya Uyg'ur islom madaniyat markazi 2018-yilni Norvegiyada ona til yili qilib rasmiy tasdiqlab bekitgandan keyin Oslodan boshqa 7 shaharda uzluksiz Uyg'ur ona til maktablari, sinflari ochildi. Hozir bu bolalarniki o'qiyotgan bolalarning soni 130dan oshdi. Oldimizdagi bir haftaning oldida bizniki Lier Drama rayonida bizniki 10 necha o'quvchini yig'ib yana bir qatam yana bir yangi sinfimiz qurildi, Uyg'ur ona til sinfi. Bu ishlar nihoyatda kishini xushal qildi. Buningdan boshqa mushu Uyg'ur ona til sinflarininki asosida har qaysi shaharlarda hozir Uyg'ur kültür markazlari, faoliyat o'rinlari qurilyapti. Yana misli ko'rilmagan darajada Uyg'urlarniki bir uyushi ko'tarilyapti. Bizning asosli Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan shaharlar ham cho'nglarni hisoblasak, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, buningdan boshqa biz Shoshborgdaymiz, Fredrikstad'daymiz, Most'daymiz, mush asosli cho'ng shaharlarimiz va bu yerda ba'zan shaharlar cho'ng hisoblanmasmi, lekin bu yerda zich o'ltiraqlashgan Uyg'urlar ko'p bo'lganligi uchun Uyg'urlarniki uyushchanligi nihoyatda yaxshi bo'lganligi uchun bu yerda 50-60 Uyg'ur bo'lsa bir shaharda bular nihoyatda
yaxshi hamkorlashib shu yerda Uyg'ur faoliyatlarini qanot yaydiryotdi, bo'libmi Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Mos qatorliq shaharlarda shundaqla Shiyenda bir shaharimiz bor. Bu yerda Uyg'urlar ko'p emas, lekin Uyg'ur masalasi Uyg'ur kutubxonalarda jamoatchiliklarga shundaqla boshqa faoliyat so'rinlari yerlik jamoatchilikka anglatilyotdi. Buningdan Norvegiya Uyg'ur komiteti shundaqla Norvegiyadagi barliq Uyg'urlar nihoyatda mamnun ham xushal. Mesela bu Oslo'da Uygurların sanayinin azlığını his kıldık. Yani Oslo nihayet mühimde payitahtında. Bunun sebebi ne? Mesela Uygurların ki asasen bu Oslo'da az buluşunun sebebi. Oslo ve Oslo'nun atrafındaki rayonlarda bizimki perizimizce hem de 250'den 300'gıça Uygur bağ dep qaraymiz. Lekin bu Norvegiyanınki bu köşmeler siyaseti şundaqla bu köşmelerni yerliklarga o'rinlashtirish siyosatida millatlarni bir yerga to'plashtirib qo'yishning oldini oldi. Bu yerda buningki yaxshi taraflari bor, albatta, yomon taraflari bor. Chunki bu Norvegiya deydi, bir millat chet eldan kirgan millat bir yerga to'plashib o'ltiraqlashgan ahvolda millat nihoyatda o'zaro zich ham uyushib yashaydi. Shundaqla Norvegiya jamiyatidan ayrilib qolgan bir ahvollar bo'ldi. Chunki integrasyon bo'lmaydi deydi. Germaniyada o'xshash bir millatlar bor, bizdan ko'p hamda ularning soni. Bular hatto soni ko'p bo'lib ketgan taqdirda faqat o'zining tilini ishlatib, yerlik tilga ehtiyoj tushmaydigan shunday ahvollar kelib chiqadi ekan. Shuning uchun Norvegiyaningki siyosatida bir yerga zich o'ltiraqlashishni xohlab ketmaydi. Lekin Uyg'urlar o'zining tilini, xizmatini hal qilib olgandan keyin, ma'lum darajada o'zining til imtihonlaridan o'tib xizmat topgandan keyin har qanday yerga ko'chish, shundaqla ko'chib o'ltiraqlash imkonlari bor. Masalan, bizniki Shashborg, Fredrikstad tarafdagi shu qarindoshlarimiz bo'lib Shashborgda hozir nihoyatda zo'r darajada bir yig'ilish bo'lyapti. Bu yerda aslidagi 7-8 yıldan oldida bir 10 dak Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, hozir bularniki soni 70-80 ga yetdi. Balkim uningdan ko'p bo'lishi mumkin. Shu bolalarniki hammasidek boshqa rayonlardan ko'chib kelgan bolalar. Hozir shu bu yilning ichida yana 4-5 oylik shu rayonga ko'chib kelishni planlar etibdi. Ba'zilar ko'chib kelib bo'ldi. Uyg'urlarniki shu Norvegiyadagi 10 yildan buyangi taraqqiyotida hamda Uyg'urlar borgan sari to'plashib o'ltiraqlashish, o'zaro uyushish, shundaqla jiroq yerlardan Uyg'urlar to'plashgan rayonlarga kelish borgan sari taraqqiy qilyapti. Yaxshi, bu masalan hozir Germaniyaga kiryapti ama keyingi bir 2 oyning ichida 20-30 artık Uygur Orta Şarkı rayonundan mesela Türkiye'nin asası ve başka Mısır başka devletlerden gelip her xil yollar bilen siyasi panahtırlar ve siyasi panahtırlaş iltimas naitiz kubul kılınmadı. Hazır Norvegiya kilovatkanlar var mı? Şu yeni kilip siyasi panahtırlavatkanlar ve onların panalı kahvalkanlar bulatı lazım Norvegiya. Norvegiya Skandinaviya rayonu şundaqla Avrupa bilan hamkorlashib shu siyasi panohlik ishlarini nihoyatda qattiqlashtiryapti. Uning ustiga chegara 24 soatdagidek kontrol nazorat ostida bo'lganligi uchun Uyg'urlarningki Norvegiyaga kelishi ham Norvegiyaningki joylashgan o'rni ham Norvegiyaningki siyosiy tufaylidan oxirgi yillarda nihoyatda oz. Bizning bilishimizcha shu keyingi yillarda kelgan odam nihoyatda bir necha odam Uyg'urlardan kammak nihoyatda tasib ketdi. Uning ustiga butun Yevropaning chegaralari qattiq tekshirilayotganligi uchun Norvegiya Yevropaning eng shimoliga joylashgan bir davlat bo'lganligi uchun bu Uyg'urlarniki siyosiy panohlik tilash xizmatlari aslab taslishyapti Norvegiyada. Lekin hukumatniki Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasi ham siyosiy panohlik masalalarini hal qilish nihoyatda yaxshi. Agar bu oilasida Dublin qonuniga munosib tushib qolmagan bo'lsa, ya'ni qonun chegaradan ma'lum sabablar bilan qonunsiz kirmagan bo'lsa, ya'ni boshqa davlatlardan otlab kirmay Udil Norvegiyaga kelgan bo'lsa, iltimosini tez hal qilinadi. Shu rahmat.
Endi bu masala kelgan vaqtda yaqinda Yevropaga kelib, mayli Sharqiy Yevropa davlatlari bo'lsin, G'arbiy Yevropa davlatlari bo'lsin, kelib iltijolarga qilayotgan soni ko'payyapti. Viza ishlari biroz nima ekan, ammo bu yerda qarindoshlarimiz mushu hurmatli Baxtiyor afandi bilan o'tkazayotgan suhbatdan foydalanib turib, qisqacha bir shu masalani bir ogohlantirib qo'yaylik dedik. Bundan keyin bu Yevropaga kelgan qarindoshlarimiz bu yerda Dublin qonuni degan nima? Yevropa Birliği a'zo davlat, bu yerda 28 davlat deymiz. Qaysi davlatlar Schengen anlaşması degan nima? Schengen anlaşmasıga a'zo, bu yerda 26 davlat. Qaysi bu masalalar haqida ma'lumot biroz ushir egallab, Google'ga kirib zaten turkcha bilsanglar turkcha, xitoycha bilsanglar xitoycha izlasanglar chiqadi zaten. Şuna bu haqda biroz ma'lumotga ega bo'lib kelishingiz kerak. Bo'libmi Dublin qonuni bu haqda jiddiy ba'zi masalalar ko'rilyapti yaqin dunyoda. Albatta inshaalloh bundan keyin biz kelaqatim bizniki dunyo huquqiy tadqiqot markazi tomonidan hozirlanayotgan siyosiy panohlik tilash qo'llanmasiga asosan biz siyosiy panohlik tilash nimasini leksiyasini davomlashtiramiz qarindoshlar. Xo'sh, Baxtiyor afandim so'zingizni bilib qo'ydim. Endi bu sizlarninki rais qilayotgan Nurulga Uyg'ur komiteti 2017-yildan boshlab bu dunyo Uyg'ur komitetining havolasiga asosan va o'zinglar tashabbuskor bo'lib bu nomsiz mahbuslarniki arxivini turg'izish. Undan keyin bu jazo lagerlarida tutib ketilgan va yoki turmalarda tutib ketilgan qarindoshlarimizning arxivini turg'izish. Haqiqatan aytdi bu tarafdan jiddiy xizmatlarni yapmadinglar va sizlar hozirlab chiqqan bu arxiv dosya ne biz dunyo huquqiy bo'lishimiz bilan raisimiz Dolqunaysa Yevropa Komissiyoni bilan ko'rishganda bo'lsa o'tgan qatimki Bryusselga 5000 kishilik namoyishning oldi keyinda va undan keyin bu jamiyatda o'tkazilgan namoyishlar bo'lsin, buni biz BDTga yo'lladik, Yevropa Komissiyoniga yo'lladik, Yevropa Birligiga yo'lladik va Yevropa Birligidanmi o'tkazib yo'llagan bu dokladda sizlar ta'minlagan ma'lumotlar muhim rol o'ynadi. Albatta boshqa qarindoshlarimizdan bor va shu sababdan Yevropa Birligi tomonidan jazo lagerlari aytlanib 15 moddalik Uyg'urlar masalasi haqida o'tkazildi. Yevropa Birligidan, Yevropa Parlamentining 15 moddalik qaror loyihasi ma'qullandi. Bu jihat ishlanayotgan xizmatlar haqida ma'lumotlar siz qanday ketyapti bu masalan shu nomsiz mahbuslar arxivini turg'izish va bu jazo lagerlari tomonidan ketayotgan qarindoshlarimizning arxivini turg'izish masalasida, chunki siz arxiv ombir qurish fikri sizdan chiqqan va bu fikringizni o'tkazilgan 11-oyda Myunxen shahrida chaqirilgan Sharq Turkiston Milliy Kengashida bu masalani o'tirib qo'ygan, muzokara qilingan va siz mas'ul bo'lganingiz bu ishga. Bizniki Norvegiya Uyg'ur komiteti 2017-yildan boshlab shu nomsiz mahbuslar arxivini turg'izish ishini boshlagan. Endi boshlagan chog'da sinoq tariqasida shu Uyg'ur sarxillari ziyolilar bilan boshlagandik. Keyin shu 2018-yili 2-oydagi shu 5000 kishilik namoyishniki tayyorlik xizmatlari jarayonida biz o'zimiz talab qilib Dunyo Uyg'ur qurultoyidan shu xizmatni oldik. Chunki buniki ahamiyati shundaqla bir dalil isbot sifatida butun dunyoga bu arxivni topshirish qonuniy jihatdan nihoyatda muhim bir masala bo'lganligi uchun uning ustiga bizniki shu texnik jihatda ortiqchiligimiz bo'lganligi uchun bu xizmatni topshirib olgan. Tunji qatam shu 4-oydagi namoyishda biz 700 kishiningki arxivini topshirdik. Hozir bu arxiv bo'lgan sir zo'rayib 3500 ga bordi. Ya'ni bu 1 yildan ortiq sijil ishlashimiz jarayonida bu arxiv bo'lgan sir yuqorilayotdi, ko'lamlashyotdi. Ayni vaqtda faqat ism, ya'ni ism to'plashdan hozir mukammal bir jadval shaklidagi arxiv qayta o'zgartirish, qayta mukammallashtirish mutaxassislardan maslahat so'rash orqali shundaqla bizning komitetning raisi Odiljon va bizniki komitet hay'ati Ra'no ikki qarindishimizniki kech kunduzlab jafoliq emgaki natijasida bu son zo'rayib 3400 dan oshdi. Shundaqla yaqinda yana o'sha Qozog'istondagi qarindoshlarimizning yiqqan 2500 kishiniki qozoq, qirg'iz, uyg'ur toplanmış 2500 odamni qo'shgan chog'da hozir bu son 6000 ga yaqinlashib qoldi. 5000 dan oshdi. Buningga nihoyatda
oson to'xtamadi. Chunki bu faqatla qo'lda yoziladigan, takror jadvaldan jadval ko'chiriladigan, ham buniki maxfiyatlik darajasi nihoyat yuqori xizmatli bo'lganligi uchun tordan elinganni biz to'rga ulanmaydigan kompyuterga kunduzgidek ko'chirib ishlashga to'g'ri keldi. Uni yana qaytadan ratlashga to'g'ri keldi. Bu sistema birisi torda, birisi torsiz ikki xil sistema bo'lganligi uchun orasida kecha kunduzlab sistemasini yangilashga ba'zida oylab vaqt ketgan vaqtlar bo'ldi. Buningki sistemani yangilash jarayonida buzilib ketsa, yangidan kirgizishga to'g'ri keladigan shunday ahvollar bo'lib, ish qilib bu Ra'no ham Odiljon ikki qarindishimiz ko'p bu sistem uchun ko'pdan ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Lekin hozirgi oxirgi qatam Dolqin Aysa apandininki Amerikaga mangan oxirgi ziyoratida biz ikki to'plam arxivni topshirdik Dolqin Aysa apandiga. Amerika parlamenti shundaqla kongressga bu arxiv topshirildi. Bizniki hozirgi nishonimiz aslidagi bu arxivni texnik yuqori saviyada akademiklardan, mutaxassislardan maslahat so'rab, buni xalqaroda bir statistika qilg'ili bo'ladigan, dunyo e'tirof qiladigan bir mukammal darajadagi sistema shakliga yuqori ko'tarishga tirishyapmiz. Masalan bu Bakir apadan Allah razı olsun hakikaten köp gayret qilibsan. Bir yilning ichida hozir bu 6 ishibdi. Biz dastlab boshlab bu Yevropa parlamentiga, Yevropa ittifoqiga buni bu vaqtda arxiv yo'llaymiz degan vaqtida mingga yetkazolmagan nihoyat qattiq afsuslangan shu vaqtida. Ammo shu daq qisqagina vaqt ichida buning soni hozir 5000 ga ishibdi, 6000 ga ishibdi. Xo'sh, endi bu hozir masalan bu guvohlik berish masalasi, bu mahbuslar masalasini arxiv turg'izishda bo'lsin, guvohlik berish masalasida bo'lsin, endi bu o'z oldiga harakat qilayotgan shaxsan ko'pda hozirgi sharoitimizda. Siz muntazam shu arxiv bir xizmatiga mas'ul Qurultayning havolasiga asosan tashkiliy shaklda Nuriga Uyg'ur komiteti bo'lish, rahbarlik hay'ati bo'lish suhbatlar bilan bunday sistemni bir shaklda yapıryapsizlar. Bu jihat saqlanayotgan masalalar nima? Sizlar masalan bu shaxs kompaniya yapayotgan boshqa qarindoshlarimiz bilan hamkorlik ish yapyapsizlar. Nimalarga diqqat qilish kerak bu masalalarda? Chunki yomon ketdi bu nima kompaniyaga nima qilganlar hamda. Oldi bilan biz o'zimizniki hamkorlik yapayotgan bir necha shaxslarimiz bor. Masalan, bu Shvetsiyadagi Nabijon apandi bizga oz kam 200 dan ortiq shu lagerdagi kishilarniki tizimligini topshirdi. Shundaqla Abduvali Ayub apandimi nurg'un ziyolilarniki shundaqla shu lagerda tutilganlarniki tizimligini to'rlarga e'lon qildi. Buning uchun rahmat aytamiz. Biz bundan foydalandik. Shuni yana bir rahmat aytishga to'g'ri keladigan shaxs bo'lsa Abdurahmon Hasan apandi. Bu qarindishimiz nurg'un shu lagerda tutilganlarniki tizimligini o'ziniki to'rbetida Facebookda e'lon qildi. Biz bundan foydalandik. Shundoq bir necha balkim ismi tilga ilinmagan shaxslar bo'lishi mumkin. Lekin biz kecha kunduzligidek o'tirib shu to'rda guvohlik berilgan filmlarni bir-birlab tushirib shulardan tizimlikni yig'dik. O'zlari to'rlarda e'lon qilingan shaxslarniki tizimligini yig'dik. Eng oldida shunday yig'ish nihoyatda tasdiq to'xtagan. Chunki filmlarni ko'rib birdan anglab, ashuni xotir qoldirib, andan keyin buni jadvalga to'shqizib qilish nihoyatda tasdiq to'xtagan. Hamda hozirgi uchrayotgan nihoyatda cho'ng bir masala shu uchur qahatchiligi masalasi. Bunday aytgan chog'da Uyg'urlarni Yevropaning o'zida emas, butun dunyo miqyosida nihoyatda nurg'un Uyg'ur bor, lekin bizniki hozir yiqqan bu tizimlik 10 mingga bormaydi. Bu nihoyatda afsuslanarli ham ma'yuslanishga tegishli bir masala. Chunki biz hammamiz tan kuchigan bo'lsak, hammamiz o'zimizning uchurini bir o'ringa to'play olgan bo'lsak, bu son allabirun 10 mingdan oshgan bo'ladi deb qarayman. Yana bir saqlanayotgan masala bu e'lon qilingan uchurlarniki kishilarniki arxiv uchurlariniki nihoyatda mujmal ham oz bo'lishi. Masalan,
guvohlik e'lon qilingan chog'da ba'zilarimiz suratlarni ko'tarib chiqib, pasportni ham kimlikni ko'tarib chiqib, buni suratlarni ko'rsatib, bu yoq meniki opam, bu yoq mening qarindishim, bu yoq meniki dadam deb guvohlik berdi. Lekin bu odamning ismi bilan cheklanib qoldi. Ya'ni bu odam bir insonni guvohlik bergan chog'da tunishtirishga qamqosi bo'lmaydigan bir masala, ism, familiyasi, yeshi, jinsi, shundaqla bu odamning madaniyat saviyasi, tug'ilgan yurti, tutilgan vaqtga o'xshash shundaq nihoyat muhim uchurlar bor. Bu uchurlarni qat'iy qamqalmasligi kerak. Biz o'zimiz Uyg'urlar bilimiz palonchi tutildi, bu meniki dadam yoki qarindishim deb bu suratni chiqargan chog'da biz ishonamiz, lekin buni material sifatida bir yerga topshirish uchun bu odamniki surati bilan faqat ismi kifoya qilmaydi. Bu ham guvohlik berilgan chala guvohlik bo'lib qoldi, ham bu material sifatida yoki muxbirlarniki yo boshqalarniki foydalanishiga yaramay qoldi. Bu faqat son. Mesela biz 10 minglab, 100 minglab bu kişi isimlerini yığsak bu fakat son buldu. Bu haqiqiy bir guvohlik bo'lmaydi. Shuningga barliq guvohlik beruvchilar bundan burun bergan bo'lsin yoki bundan keyin bermoqchi bo'lsin, o'sha kishininki tafsiliy uchurini chuqur ta'minlasak, so'zlab bersak, bundan boshqa Xitoy hozir ko'zbo'yamchilik qilib, har xil shaklda jazo lagerlarini tarbiyalash markazlari bu deb xalqaroning ko'zini oldi. Bu tutilgan insonninki madaniyat saviyasi, masalan buning uchun doktor, advokat, professor, boshqa shunga o'xshash yuqori saviyadagi yuqori ma'lumotga ega kishilar bor. Bularninki shu ma'lumotni o'qish saviyasini oshkorlasak, bular hargiz tikuvchilik qiladigan, bular zavodlarda ishlaydigan insonlar emas. Bular yuqori ma'lumotga ega, Xitoy tilini yaxshi biladigan odam kishilar ekanligini, bularniki qonunsiz holda shunday markaz sistemlik assimilyatsiyasining Xitoyning sistemlik assimilyatsiyasining zulmiga uchrayotgan kishilar ekanligini ro'shan holda ifodalab berishimiz kerak. Rahmat Bakir efendim, bergan bu atrofli ma'lumotingiz uchun sizga stansiyamiz nomidan tekrar rahmatimni bildiraman. Agar chanda qo'shib chiqilgan boshqa so'zingiz bo'lsa, programmamizni o'sha yerda oxirlashtiray deyman. Sizga tekrar rahmat, inshaalloh qo'shib chiqilgan so'z. Bu yerda hamda bizniki bir ikki xo'sh xabarimiz bor. Shuni jamoatchilikka mushu sizniki bergan fursatingiz bilan oshkorlab qo'ysam deb qarayman. Birinchisi, biz avval degandek Norvegiyada Uyg'ur ona tili sinflarini zo'r kuch bilan qo'llab quvvatlab kelyapmiz. Mushu vajida Norvegiya Uyg'ur komiteti bilan Norvegiya Uyg'ur islom madaniyat markazi bu yil otchot chiqarib 10 ona til o'qituvchisi, ya'ni sinfini maoshliq yordam beradiganға rasmiy uqtirish chiqadi. Bu butun Norvegiyadagi ona til o'qituvchilariga nihoyat yaxshi bir xo'sh xabar deb qarayman. Biz buningda cho'ng bir iqtisodiyat yordam qilolmagan bo'lsakmi, lekin oz bo'lsa-mu shu o'qituvchilarga bizniki ichki tashkilotning ko'ngli shundaqla kichikina yordamimiz. Yana birisi Norvegiya Uyg'ur komiteti mushu Norvegiyadagi Uyg'urlarning Xitoyniki nazorati shundaqla tahdidga uchrash masalasini nihoyat ching tutib ishlab kelyapmiz. Buningda Norvegiya davlat bexatarlik idorasininki idorasi bilan bo'lgan hamkorligimiz jiddiy ilib berilyapti. Mush munosabat bilan 3-oyning 29-kuni Norvegiya davlat bexatarlik idorasi Norvegiya Uyg'ur komitetiningki kichik 15 kishilik bir guruhi bilan ko'rishib maxsus mush masalani muzokara qilmoqchi. 3-oyning 29-kuni bu masalani biz rasmiy davlat bexatarlik idorasi bilan muzokara qilamiz. Bular o'ziniki tajribasi, Xitoyniki tahdididan qanday saqlanish, shundaqla Norvegiya Uyg'ur jamoatchiligininki, Norvegiyadagi Uyg'urlarninki uchrayotgan mush tahdid masalalarini savollari bo'lsa qo'ysa, shuningga javob beradigan bo'lib kelishib bu vaqtni o'rinni belgilab qo'ydik. Bumi Norvegiyadagi Uyg'urlarninki
Uyg'urlarga nihoyatda cho'ng bir xush xabar deb qarayman. Rahmat Bakir efendim, hamimizni hoş kıldınız. Elbette biz bütün halkın maniyet yaşayotgan kardeşlerimiz için bir hoş geldin. Tebrikler, tekrar mübarek olsun. Sizge tekrar minnettarlık bildirimen. Hürmetli Filuzor Köşler, senin kıravatın Dünya Okul Kulti tarafından başlayotgan Tor Televiziyası'nın Hak Meydan Söhbet programısı. Aziz arkadaşlar, vaktına sütlen biz bugün söhbetimizi nişada akıllaştırmaksa yukarıda silahı aldığında keyin kirgen kardeşlerimiz qaytib eskartib biz Uyghur davasının Norvegiyaga yangi taraqqiyot yuzlanishi, Norvegiya Uyghur jamoatininki va hozirgi umumiy ahvoli, shundaqla bu yerdagi masalan bu guvohlik berish masalasi, mahbuslar nimasini orqadan turish masalasi, bu taraqqiyot ahvoli va bundan saqlanayotgan masalalar diqqat qilish tegishli masalalarda biz Norvegiya Uyghur korpusininki raisi Bakir Umar efendi bilan suhbat olib bordik. Aziz arkadaşlar, şunu bilen bu kadar söhbət programımızın nişadı axırlaşdı. Kila qatımlıq programımızı görüşək. Aman bulun, xeyir xoş.